Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Yaxshi, rahmat. Esmurodova Qurbon xol opa bilan bog'landikmi? Ha. Onajon, ahvollaringiz yaxshimi? Ertalabdan bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Bugungi Alloh inom qilgan fayzli kuningiz, ushbu ajoyib kunlarda qarshi olayotgan yana bir xayrli yoshingiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, ko'zim rahmat. Har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Rahmat. Tashakkur. Ayni fursatlarda yaqinlarim uchun tabriklarim loyihasidan boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bugungidek quvonchli kuningizda sizga yetkazishimiz kerak bo'lgan ajoyib tabriknomamiz bor edi. Onajon, taxmin qilib ko'rasizmi, qaysi bir mehriboningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Bilmasam. Hammam yaxshi nima qiladi bilmadim, endi hech nima qilolmadim. Bilolmadim kimligini, farzandlarimmi? Albatta, unda o'zim yetkazaman. Sizni juda yaxshi ko'ruvchi, sizni o'z onalaridek biladigan mehriboningiz, ularni har qanday yaxshi yomon kunlarida ham yonlarida bo'lib, suyanch bo'lib, ular uchun shirin so'z, mehr, muhabbatingizni ayamaganingiz uchun ukajoningiz Shuhratbek akamiz tabriklab qolmoqdalar. Tabrikka qo'shiluvchi keliningiz Gulsanam opa, jiyanlaringiz Feruzaxon, Irodaxon, nabiralaringiz Olmosjon, Shahbozjon va barcha yaqinlar tomonidan Shuhratbek akamizni atalgan sizga tabrik so'zlari bor edi. Onajon, vaqtingiz bo'lsa ijozat bersangiz, Allohni vakil qilgan holatda Alloh roziligini niyat qilib, o'zi qodir etganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Tashakkur, rahmat sizga. Rahmat. Assalomu alaykum. Meni bu dunyodagi eng yaqin, aziz, mehribon insonlarimdan bo'lgan opajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Allohdan sog'lik, salomatlik, uzoq umr, ishlaringizga rivoj, muvaffaqiyatlar tilayman. Sizdek qalbi pok, samimiy, mehribon opajonim borligidan, yaqinim, dardkashim, jigarim borligidan Allohimga ming bora shukronalar aytaman. Ilohim, 100 yoshlarga kirib yuring, hech qachon dard chekmang, aslo kasal bo'lmang. Ikki dunyo saodatini ko'ring. Har yerda yuzingiz yorug'i bo'lsin, qaddingiz va qadringiz hamisha baland bo'lsin. Ilohim, xonadoningizda o'zgacha malikasi bo'lib, faqat va faqat qut baraka mehmon bo'lsin. Allohim, qo'sh nabiralar ato etsinki, ular oltidan doimo rahmatnoma eshitib yurish, hamisha ularning baxtidan, shodligiga birgalikda sarmast bo'lib yurish Allohdan sizga nasib qilishni so'rab qolaman. Mehribonim opajonim, sizni judayam yaxshi ko'raman. Ta'riflashga so'z ojiz. Inshaalloh birgalikda Ka'batullohga borib Ka'bani qayta va qayta tavof qilishlik baxtini Allohim barchamizga nasib etsin. Birgalikda jannatlarda ko'rishishlik, jannat bog'larida ham kezishishlik birgalikda nasib qilsin. Ilohim, hamisha sog' omon bo'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, dunyodagi barcha yaxshiliklarni, ezguliklarni sizga tilab qoluvchi mehriboningiz, ukajoningiz Shuhratbek akamiz ushbu ajoyib hollarni siz uchun yo'llabdilar. Rahmat, sog' bo'lsin. Rahmat sizga, qadrli onajon. Har doim shundayin yaqinlari baxtiga sog' omon bo'ling, zeroki sizni hammalari juda yaxshi ko'rib qadrlashar ekan. Mayli, sog' bo'lsin ukamam. Bolalarim huzurini ko'rsin. Ilohim, o'tganingiz kelsin. Opajonim, bu hali hammasi emas. Shuhratbek akamizni yana bir she'rinomalari bor edi. Shuni ham taqdim etib, so'ngra suhbatimizni yakunlasak maylimi? Mayli. Tashakkur. Rahmat ukamga. Sizni bergan mehrni bermadi hech kim. Dard kelsa yonimda qolmadi hech kim. Baxtimdan quvonib kulmadi hech kim. Sizni borsiz yuragim topadi huzur. Opajonim, meni boringizga shukr. Har aytgan so'zingiz ibrat men uchun. Har bosgan yo'lingiz hikmat men uchun. Ukangiz bo'lmoqlik shavkat men uchun. Siz bor hayotimga yetmaydi putur. Opajonim, meni boringizga shukr. Ko'nglingiz og'ritsam kechirdingiz tez. Birga yig'ladingiz, men yig'lagan kez. Cheksiz baxt merur sizning boringiz, mendan o'tgani bo'lsa ming bora uzr. Opajonim, meni boringizga shukr. Onamdan keyingi onajonimsiz, erkalab suyguvchi mehribonimsiz, xushsu
xushsurat, xushzabon, qadrdonimsiz, ey osmonning qizi, go'zal oyimsiz. Opajonim meni boringizga shukr deya ushbu ajoyib she'ringnomani ham siz uchun yo'llabdilar. Rahmat. Sizga ham rahmat, ukamga ham rahmat. Ko'pdik. Mana uchun bolalar huzurini ko'rsin. Kelin bilan qo'shiq qarisin. Hamma qarindoshlarim meni baxtimga sog' salomat bo'lsin. Ilohim, aytganingizga zan rahmat sizga. Minnatdormiz. Opajon, har doim shundayin yaqinlari baxtiga sog' omon bo'ling va bugungidek ayyomingizni unutilmas go'zal holatda o'tkazib olishingizni tilakdoshimiz. Rahmat. Salomat bo'ling.